Jizzax davlat pedagogika universiteti pedagogika va psixologiya fakulteti maxsus pedagogika logopediya yo'nalishi 511-23 guruh talabasi Botirova Aziza bo'laman. Maxsus pedagogika va maxsus psixologiya fanidan dars o'tib beraman. Bugungi mavzuyimiz ko'rish nuqsoniga ega bolalar rivojlanishida korreksiya va kompensatsiya. Mavzuyimizda 5 ta asosiy reja mavjud bo'lib, birinchi reja ko'rish nuqsonining bolalar rivojlanishiga ta'siri, ikkinchi reja korreksiya tushunchasi va usullari, uchinchi reja kompensatsiya tushunchasi va mexanizmlari, to'rtinchi reja korreksiya va kompensatsion ishlarning o'zaro bog'liqligi, beshinchi reja ko'rish nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlashda samarali yondashuvlar. Ko'rish nuqsonining bolalar rivojlanishiga ta'siri. Ko'rish inson hayotining eng muhim analizatorlaridan biridir. Tashqi olamdagi axborotlarning 80-90% dan ortig'ini ko'z orqali olinadi. Bola uchun bu ayniqsa muhim. U yashash muhiti, atrofdagi buyumlar, ranglar, odamlar, harakatlar haqidagi bilimlarni birinchi navbatda ko'rish sezgisi orqali o'rganadi. Shu bois ko'rish nuqsoni bolaning psixik, jismoniy, ijtimoiy va axloqiy rivojlanishiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Bilish jarayonlariga ta'siri. Ko'rish orqali bola predmetlar, ularning shakli, hajmi, rangini idrok etadi. Ko'rish nuqsoni bo'lgan bola idrok, e'tibor, tasavvur, xotira kabi kognitiv rivojlanishlar cheklangan bo'ladi. Tasavvurlar ko'proq eshitish, teginish orqali shakllanadi. Bu esa ko'proq vaqt talab qiladi. Atrofni ko'rmasdan bilishga urinishda samaradorlik pasayadi, axborotni tushunish sekinlashadi. Nutq rivojlanishiga ta'siri. Bola ko'rish orqali narsalarni nomlab o'rganadi. Ko'rish nuqsoni bo'lgan bola ko'plab predmetlarni ko'rmaganligi sababli nomini bilmaydi. Passiv va faol lug'at miqdori kamayadi. Nutqning grammatik jihatdan shakllanishi sekinlashadi. Bog'liq nutq, ya'ni hikoya qilish qobiliyati sust bo'ladi. Tez-tez tushunmaslik, noto'g'ri ta'riflash holatlari uchraydi. Jismoniy rivojlanishiga ta'siri. Bola atrofdagi harakatlarni ko'rmagandan so'ng ularning qanday bajarilishini bilmaydi. Mayda va yirik motorika harakatlar sust rivojlanadi. Yurish, yugurish, to'g'ri yurish trayektoriyasini saqlash qiyinlashadi. Sport, raqs, jismoniy mashqlarni bajarishda muvozanat va koordinatsiya bilan bog'liq qiyinchiliklar mavjud. Hajm, masofa, tezlikni baholay olmaslik bu jismoniy faoliyatda noqulaylik tug'diradi. Ijtimoiy emotsional rivojlanishga ta'siri. Bola yuz ifodalari, tana tilini ko'rmaydi. Bu esa ijtimoiy ishlarni anglashda qiyinlashtiradi. O'z his-tuyg'ularini ifodalashda ham, boshqalarni tushunishda ham muammolar bo'ladi. Tengdoshlar bilan muloqotdan chetlashish, yolg'izlik, ijtimoiy ajralish holatlari rivojlanadi. O'zini noqulay his qilish, o'ziga past baho berish, insonlar orasida yolg'izlikni hissi paydo bo'ladi. Ruhiy salomatlikda xavotir, depressiv holatlar kuzatilishi mumkin. Korreksiya tushunchasi. Korreksiya to'g'irlash, tuzatish degan ma'noni anglatadi. Bu bolaning rivojlanishidagi buzilishlar yoki nuqsonlarni bartaraf etishga, ularning salbiy ta'sirini yumshatishga va normal rivojlanish sharoitini yaratishga qaratilgan maxsus pedagogik va psixologik faoliyatdir. Oddiyroq qilib aytganda, korreksiya bu bolaning mavjud qiyinchiliklarini aniqlab, ularni imkon qadar to'g'irlash va hayotini yengillashtirish uchun amalga oshiriladigan maxsus mashg'ulot va tadbirlar majmuasi. Korreksiyaning asosiy maqsadlari: bola imkoniyatlarini rivojlantirish va mustahkamlash, rivojlanishdagi buzilishlarni kamaytirish yoki kompensatsiya qilish, mustaqil hayot faoliyatiga tayyorlash, bola psixikasi va ijtimoiy rivojlanishini normallashtirish, ijtimoiy moslashuv va kommunikatsiya ko'nikmalarini yaxshilash. Korreksion faoliyatning vazifalari: bilish jarayonlarini idrok, xotira, tafakkur rivojlantirish, nutq va muloqot ko'nikmalarini shakllantirish, sensor tizimlarini eshitish, teginish kuchaytirish, emotsional va ijtimoiy holatni yaxshilash. Korreksiya usullari. Korreksion ishlarning turli usullari mavjud. Ular bolaning nuqson turi va rivojlanish darajasiga qarab tanlanadi. Asosiy usullar didaktik o'yinlar va mashqlar, bilish va sensor faoliyatni rivojlantiradi. Maxsus harakat mashqlari, mayda va yirik motorikani rivojlantirish uchun bajariladigan mashqlar, nutqni rivojlantiruvchi mashqlar, lug'at boyligini oshirish, gap tuzishni o'rgatish, sensorli treninglar, teginish, eshitish, hid bilish orqali atrofni anglashni o'rgatish, psixologik korreksion mashg'ulotlar, emotsional holatni barqarorlashtirish uchun o'yin terapiyasi, art terapiya, rasm chizish orqali usullar, texnik vositalardan foydalanish, audio kitoblar, nutq sintezatorlari, brail yozuv alifbo qurilmalari. Korreksion ishlarning asosiy tamoyillari.
individuallik, har bir bolaning ehtiyojiga qarab yondashish, sistemalilik, mashg'ulotlar tartib bilan va muntazam o'tkaziladi. Qiziqish uyg'otish, bolaning qiziqishlariga asoslanib mashg'ulotlar tashkil etiladi. Pozitiv motivatsiya, muvaffaqiyat uchun rag'batlantirish, bolaning ishonchini oshirish. Ota-onalar bilan hamkorlik, uyda davom ettiriladigan mashg'ulotlar. Kompensatsiya tushunchasi. Kompensatsiya qoplash, to'ldirish. Bu bolaning organizmdagi mavjud nuqsonlar yoki rivojlanishdagi yetishmovchiliklar o'rnida boshqa funksiyalar, sezgilar yoki ko'nikmalar orqali qoplash va to'ldirish jarayoni. Oddiyroq aytganda, agar bolaning biror a'zosi yoki funksiyasi yetarlicha rivojlanmagan yoki nuqsonli bo'lsa, tananing boshqa imkoniyatlari kuchayib, bu kamchilikni qisman yoki to'liq qoplaydi. Kompensatsiya maqsadi: bola hayot faoliyatini mustaqil olib borishga ko'maklashish, bilish va ijtimoiy rivojlanishdagi qiyinchiliklarni yumshatish, o'z imkoniyatlarini maksimal ochib berish va rivojlantirish, o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish va jamiyatga moslashuvni yaxshilash. Kompensatsiya mexanizmlari. Mexanizmlar bu kompensatsiyani amalga oshirishda ishlovchi asosiy, tabiiy va pedagogik jarayonlar. Ular quyidagicha: sezgi sensor kompensatsiyasi, aqliy kompensatsiya, harakat motor kompensatsiyasi, emotsional va ijtimoiy kompensatsiya, texnik vositalar yordamida kompensatsiya. Kompensatsiya jarayonining asosiy bosqichlari. Birinchi bosqich: nuqsonni anglash. Bola yoki uning atrofidagilari bolaning nuqsoni va imkoniyatlarini aniqlaydi. Ikkinchi bosqich: yordamchi. Sezgi va qobiliyatlarni rivojlantirish, eshitish, teginish, hid bilish kabi sezgilarni mustahkamlash. Uchinchi bosqich: maxsus treninglar va mashg'ulotlar, sensorli o'yinlar, harakat mashqlari, aqliy rivojlanish mashg'ulotlari. To'rtinchi bosqich: mustaqillik va ijtimoiy moslashuvga erishish. Bola kundalik faoliyatda mustaqil bo'lib qoladi va jamiyatda faol ishtirok eta boshlaydi. Kompensatsiyaga yordam beruvchi omillar. Erta tashxis. Nuqson qanchalik erta aniqlansa, kompensatsiya shunchalik muvaffaqiyatli bo'ladi. Mos pedagogik yondashuv. Har bir bolaning individual imkoniyatlarini hisobga olish. Motivatsiya va ishonch. Bolani rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash. Texnologik vositalar, zamonaviy moslamalar va innovatsion metodlar. Ota-ona va jamiyat yordami, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va psixologik yordam. Korreksiya va kompensatsion ishlarning umumiy maqsadi: bola shaxsining har tomonlama rivojlanishini ta'minlash, uning bilish, emotsional, ijtimoiy va jismoniy faoliyatidagi qiyinchiliklarni yengillashtirish, mustaqil hayot va jamiyatda faol ishtirok etish uchun imkon yaratish. Korreksiya va kompensatsiya o'rtasidagi bog'liqlik. Agar korreksion ish natijasida muammo to'liq yoki qisman bartaraf etilmasa, kompensatsiya jarayoni orqali bolaning o'rganish va rivojlanish imkoniyatlari kengaytiriladi. Korreksion va kompensatsion ishlarni olib borish prinsiplari. Individual yondashuv. Har bir bolaning o'ziga xos rivojlanish sur'ati va ehtiyojlari hisobga olinadi. Sistemalilik va uzluksizlik. Mashg'ulotlar rejalashtirilgan va bosqichma-bosqich olib boriladi. Faollik va mustaqillik. Bola o'z faoliyatida faol ishtirok etadi, passiv emas. Qo'llab-quvvatlash va motivatsiya. Bola muvaffaqiyatga ishonadi va rag'batlantiradi. Ko'rish nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlashda samarali yondashuvlar. Asosiy vazifa va maqsadlar. Ko'rish nuqsoni bolaning idrok etish, harakat qilish, bilim olish va ijtimoiylashuv jarayonlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Samarali yondashuvlar yordamida bola rivojlanishidagi orqada qolish oldi olinadi. Bilish faoliyati rivojlantiradi, mustaqil hayot ko'nikmalari shakllantiradi, shaxsiy motivatsiya va o'z-o'ziga ishonch mustahkamlanadi. Ko'rish nuqsoniga ega bolalar bilan ishlashda individual yondashuv, sezgi kompensatsiyasi, texnologik yordam, psixologik qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy moslashuvni rivojlantirish muhim o'rin tutadi. Maxsus metodlar va vositalar yordamida bola mustaqil hayot ko'nikmalarini shakllantirib, o'z salohiyatini to'liq namoyon etishi mumkin. Korreksion va kompensatsion ishlar tizimli olib borilganda ko'rish nuqsoni bolaning rivojlanishiga to'siq bo'lmaydi, aksincha uning yangi imkoniyatlarini